Türkiye Saadet Partisi Yevropa Yoshlar Şöbesi vekili Ömeki Sharqi Turkiston uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandini ziyorat qildi. Saadet Yevropa Yoshlar Şöbesining raisi Farruq Bozaji va mudiriyat a'zolari sobiq rais Abdujalil Qarqash apandi bilan Sharqi Turkistondagi zulmlar, jazo lagerlari va chet eldagi Uyg'urlar haqida fikr almashtirdi. Suhbatda Turkiya va Xitoy orasida imzolangan va yaqinda Xitoy davlati tasdiqlagan o'tkazib berish kelishimi haqida mulohazlar bo'ldi. Farruq Bozaji apandi vakili Ömekiga vakolatan so'z qilib mundaq dedi: "Qarindoshligimizni kuchaytiradigan bu yig'inda biz azaldan zulmga uchragan Sharqi Turkistonning yanida ekanligimizni, barliq xizmatimizning gullangan va haqqoniy dunyo uchun ekanligini ifodaladik. Biz Abdujalil Qarqash apandining sohibxonligiga rahmat etamiz." Angliyadagi 30dan ortiq Yahudi rabbi va jamoat rahbarlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashlik qilmishlarini oxirlashtirish uchun Angliya parlamentida tunashtirilgan irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik bir qonun loyihasini qo'llaydiganligini bildirdi. Savdo qonunining tuzatish kirgizib tunashtirilgan nusxasi Angliya sud mahkamalarga Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilgan yoki qilmaganligi ustidan hukm chiqarish huquqi bergandan sirt, Angliya tarafni savdo prinsipiga xiloflik qilgan yoki majburiy emgak ishlatgan shirkatlar bilan bo'lgan savdo to'xtamlarini bekor qilish imtiyozi bilan ta'min etadigan. Mazkur qonun loyihasi kelar hafta Angliya parlamentida ovozga qo'yildi ekan. Bu munosabat bilan Angliyadagi nufuzli sinagog va yoshlar harakatining vakillari birlashma murojaatnoma e'lon qilib, siyosatchilarni savdo qonun loyihasiga tuzatish kirgizishga chaqirdi. Murojaatnomada Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan ziyonkashliklarning keng ko'lamli jazo lagerlari, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilish, tilni cheklash, muqaddas odatlarni bulg'ash va diniy so'rinlarni bulon-talon qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligini tilga oldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Hong Kong va Tayvanda nachar rol o'ynagan Amerika amaldorlariga jazo yurgizishni qaror qilganligini e'lon qildi. Ministrlik bayonotchisi Hua mundaq dedi: Amerikaning qoidaga xiloflik qilishi sababidan Xitoy Tayvan masalasida nachar rol o'ynagan Amerika amaldorlariga jazo yurgizishni qaror qildi. Hua oldingi hafta Amerikaning markaziy hukumat va Hong Kong alohida ma'muriy rayonining 6 amaldoriga qaratilgan jazo qarorini tilga olib mundaq dedi: Washington hukumati Hong Kong va Xitoyning ichki ishlariga ochiq aralashib, xalqaro qonun va xalqaro prinsiplarning asosiy qoidalariga xiloflik qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo 15 yanvar yozgan yozma bayonotida Hong Kongda o'qituvchi guruhdan 53 kishining tutib turilishini tanqid qilgan va rayonda davlat bexatarlik qonunining yo'lga qo'yilishiga mas'ul markaz va yerlik hukumatdan 6 amaldorni jazolaganligini e'lon qilgan edi. Xitoy iqtisodining o'tgan yili %2.3 oshganligi e'lon qilindi. Garchi bu son tahlilchilarning mo'ljiridan ozroq oshgan bo'lsa-mu, lekin bu Xitoyning yaqinqi 40 yildan buyon eng tuvan ish surti ekan. Bloomberg raisinash elib borgan iqtisodshunoslar Xitoy iqtisodining ishining oldingi faslda %6.2, 2020-yilda bo'lsa %2.1 bo'ladiganligini mo'ljallagan. 'Tramp hukumati Wuhan virusining Xitoyning tajribaxonasidan tarqalganligi haqida yangi uchurlar borligini e'lon qilgandan keyin Xitoy Amerikani yolg'on uchur va suiqasd nazariyasi tarqatdi deb aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying mundaq dedi: Amerika Tashqi ishlar ministrligi juma kuni Wuhan virusining kelib chiqishi to'g'risida e'lon qilgan uchur xotiralari yolg'onchilik bilan to'lgan. Hua Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning so'zlarini inkor qildi va Xitoyning Dunyo sahiyat tashkiloti bilan hamkorlashib, virusning kelib chiqishini tadqiq qiladiganligini aytdi. Oldingi hafta Dunyo sahiyat tashkiloti mutaxassislari guruhi Xitoyga yetib borgan va karantin qilingan. Amerika Davlat ishlari mahkamasi 2019-yil kuzda Wuhan virus tadqiqot o'rnidagi tadqiqotchilarning koronavirusi sababidan kasal bo'lib qolganligiga oid yangi paketlarning borligini aytgan edi. 10 yanvar Qozog'istonda o'tkazilgan parlament saylamidan keyin Asqar Mominning riyosatchiligida yangi hukumat qurilish qaror qilindi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev bu davlatda yangi hukumat tashkillash farmoniga imzo qo'ydi.
Buningga asosan 10 yanvar o'tkazilgan parlament sayılmadan keyin Asqar Momin bu davlatda yangidan qurilgan hukumatda yana bosh ministerlik vazifasini o'taydi.